Ko'yga kerak bo'lib siz solidashmi? Qashqalar olib kelayotgandi. Zo'rmi? Bo'lsa yarim sochilgan. Aha, ko'rdim qanaqa bo'yida. Daryoni bo'yida. Daryoni bo'yida. Shunga alohida bir taklifnoma bilan oilaviy jamoa bilan o'sanglar xursand bo'lamiz. Xudo xolasa, ashula xizmatlarimiz. Hozirdan sog'lig'ingiz yaxshi xabar bilan keldik. Qo'rg'onga ijara chaqirdik. Xabaringiz bor. Shunga alohida taklifnoma berganmiz sizga, Jamshid akamlarga va Hojiboylarga. Mana shuni Xudo xolasa 4-kuni ashula xizmatlarimiz. Hojiboylarga aytasiz, bir duo qilib turasizlar, xudo xolasa. Ashula xizmatlarimiz o'tkazsizlar. Xo'p, rahmat katta. Ahmad akamlarga. Xo'p, mana bu sizga. Mana bu Otabek akamlarga. Xudo xolasa 4-kuni oilaviy sayda xursand bo'laman. Xursand bo'ldim. Gap yo'q, молодец. Ishga bunaqa ishtiyoqingiz borligini men bilmaydim. Молодец. Rahmat aka. Borib kelsin. Qachon? Yaxshi xabar bilan keladigan yo'q. Qaytamiz. Xudo xolasa 4-kun ochilish. Xizmatdamiz. Mana shu oila navoiy, yaqinlar navoiy. Sizlar yaxshi xabar bilan kelayotganlar. Xudo xolasa ochilishimiz edi 4-kuni soat 5dan keyin, 5dan keyin nima qildik? Hozir mana bu taklifnoma sizga. Xudo xolasa 5dan keyin oilaviy soat 5dan keyin xizmatda bo'lamiz. Taklifnoma sizga. Bir oilaviy isanglar juda xursand bo'lamiz. Xo'p, taklifnomamizni berib qo'yasiz. Mana bu akamlarga meta ingliz borligi, mana ochiladi. Xudo xolasa 4-kuni ochilish jamoalar xursand bo'lamiz. Taklifnoma berib ketgan kelganda, mashina taklifnoma o'zimiz tarqatdik. Ashla. Son jamoasi ziyorat. Xudo xolasa shunday isanglar. Maxsus sovg'alarni qabul qilishni davom etamiz, zero Namanganda ingliz tilimi? Ushbu kadr o'rnida Uchqo'rg'on tumanida ochilayotgan Start 21 o'quv markaziga berilayotgan taklifnoma bo'lishi kerak edi. Afsuski biz u yerga borganimizda o'quv markaz menejerlarini topa olmadik. Shu sababli o'sha yerni ta'mirlayotgan ustalarning biriga taklifnomani berib keldik. Va Start 21 jamoasini 4-iyul kuni kechki salqinda bo'ladigan ochilish marosimida kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Xudo xolasa. Xo'p, aka, sizlarni aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
boshlab turibsizlar. Rahmat. Jamoa bilan sizga bir taklifnoma berib ketaylik. Xudo xohlasa Bo'ldi, 4 Xudo kuni xohlasa. 17 dan keyin chiqarasizlar, ketib Inshaalloh. salqin. Inshaalloh. Xizmatdamiz. Xizmatdamisiz? Rahmat. Hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Anaga Xudo xohlasa 4-kuni ochishimiz. Aka, sog' bo'ling. Xudo xohlasa xizmat qilamiz. Sog' bo'ling. Ikkasi Rahmat aka. Rahmat qilishdi. Aka, u taklifnomani berib. Marketda Xudo xohlasa 4-kuni ochishimiz. İşleriniz bereketini versin. Köyümüzge yakın hala Xudo xohlasa 3 kunga ochilish qilayotgandik. Shu ochilishga oilaviy jamoa bilan bir o'tsanglar xursand bo'lamiz aka. Xizmat qilasiz.